Assalomu alaykum limon ko'chati ishqibozlari, limonari vodiy podpischiklari, limon sitrus meva ishqibozlari, mana limon ko'chatlarimiz xudo xolasa 3 yoshlilarimiz sob yotibdi. Mana shu ko'chatlardan mana sizlarga ko'rsatay deb qo'lga tikan kirsa ham mana olib yotibmiz. Mana bittasi solganmiz desalar, mana taglarida mevalar ham to'kilib yotibdi. Mana buni uzmaganmiz, nima deydi? Mevasi bilan ekaman deganlar uchun, mana meva soladimi deydiganlar uchun, mana o'tgan yil ham meva solgan, mana o'tgan yil solgan mevalar mana turibdi. Bu yerda tagi to'kilib yotibdi. Uzib olganmiz ham, uzib olganimizdan qolgani oralariga kiramay qolganmiz. Mana bu yil ham shana chiqarib gullab yotibdi mana ko'chatlarimiz. Ko'rishingiz mumkin. Mana mevalar bilan turibdi hali. Mana shu ko'chatlardan kerak bo'lsa, akalar tez telefon qilib zakaz berishga shoshilinglar akalar. Mana ko'chatlarimiz hammasi meva solgan, mana ko'ryapsizlar. Yupqa po'stlog'li Mir Mayer deydi ko'pchilik. Mana shu sortdan mana qip-qizil bo'lib pishadi. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana mevalarimiz endi buni sal suvi qochib qolgan, ozgina uzilmagan hisobiga. Bu yoqda ham mevalar sob yotibdi mana. Ko'rishingiz mumkin. Mana tagida hozir yaxshi ko'rinmayapti. Hozir sizlarga ko'rsataman. Tanalar egilib ketgan mana bu yoqda. Mana bechara limon mana ko'tarolmasdan qolib egilib ketdi mana. Ko'rishingiz mumkin mana mevalar. Ko'ryapsizlar mana hozir mana bugun adashmasam 10-aprel kuniga. Mana 10-aprelda ham mana butun sovuq urgizmasdan olib chiqqanmiz mana shu mevalar. Ko'ryapsizlarmi mana? Bu yoqda egilib yotibdi mana mevalari. Yupqa po'stlog'li Mir Mayer degan sortidan. Mana shulardan kimga kerak bo'lsa mana bemalol zakaz berishlari mumkin. Mana shu yoshli ko'chatlarimiz gullab, shanalab yotibdi. Bu yil ham xudo xolasa mevani quyadi degan limonlar mashlar bo'ladi. Oralarida mevalar bilan yotibdi. Akalar mana ko'rishingiz mumkin. Mevalar taglariga to'kilib yer bilan bitta bo'lib yotibdi. Klientlar ko'rsin, mana shu mevasini olib ketsin deb mana biz uzmaganmiz mana shu. Hozir mana mevani kilosi 30 ming bo'lib yotibdi xudo xolasa. Mana shu foyda qilaman, limon ekaman, mana shu zo'r sortidan top bering deydiganlar uchun mana xudo xolasa yetishtirib katta qilib qo'yganmiz limonlarimizni. Mana hammasi mevali ko'chatlar, 3 yoshar ko'chatlarimiz, chiroyli, juda ham mana shanalab yotgan holatdagilari. Akalar mana bo'yimiz, ko'chatlarimiz bo'yi ham 1,5 metr oshiq mana. Chekkalarida ham sob yotibdi, ko'rishingiz mumkin. Mevalar yer bilan bitta bo'lib yotibdi mana. Mana shu ko'chatlardan shoshilinglar akalar. Eng hosildor, eng zo'rlari bizda. Xudo xolasa limonni boshlaganimizga mana dadamiz boshlaganiga 30 yil bo'ldi. Biz ham mana shu 20 yildan beri mana shu ichidamiz akalar. Yaxshi ko'rinmayapti mana. Mevalar o'ta ham chiroyli holatda mana qip-qizil sortidan. Sortini aytib o'tdim, manzilimiz mana Namangan Norin tumanida. Butun O'zbekiston bo'ylab dostavka qilib beryapmiz akalar. Mana shu 15 kun 20 kunda ekaman degan akalar, Samarqandlik akalar ko'p. Bugun ham 4-5 ta, 2 kundan beri 4-5 ta Samarqandga chiqardik dostavka. 50 ta 60 ta qilib mana shanalab yotibdi. Samarqandlik akalarga jo'natib qo'yasiz. Samarqand, Qashqadaryo, Qoraqalpoqgacha kerak bo'lsa dostavkamizni qilyapmiz. Mana oralarida mevalar bilan yotibdi. Mana shu ko'chatlarimiz 3 yoshli ko'chatlar. Juda ham chiroyli holatda. Hammasi mevalab yotibdi. Mana shu ko'chatlarimizdan kimga kerak bo'lsa zakaz berishinglar mumkin akalar. 3 yoshli ko'chatlarimiz mana ham yashil holatda, tanalari pishgan holatda. Mana kaltaklari ham buni yangi ko'chirsangiz ham mana buni balki pishib bo'lgan, buni ochib o'rganmiz. Umuman tashamaydi. Katta qilib 15 kilo, 20 kilo koni bilan chiqarib beramiz. Umuman bexato mana shu qanday gullagan bo'lsa, kuzga ham xudo xolasa shunday qilib meva beradigan holatda qilib koni bilan chiqarib beramiz mana. Mevasini ham uzib ko'rsatamiz sizlar uchun. Mana ko'rishingiz mumkin. Yupqa po'stlog'li Mir qishda saqlanadigan sortidan mana akalar. Mevalarni ham ko'rishingiz mumkin mana. Sizlar uchun uzyapmiz mana. Mana shu sortidan akalar. Xudo xolasa kattaligi ham bunaqa katta ham emas, kichkina ham emas. Juda ham chiroyli holatda mana. Mana shu ko'chatlardan
kerak bo'lsa telefon qilib zakaz berishingiz mumkin. Nomerimizda pastda qoldiramiz. Dastavkamiz O'zbekiston bo'ylab xudo xolasa yo'lga qo'yganmiz, kelishilgan holatda faqat. Bu yil ham mana shu ko'chatlar xudo xolasa 5 kilo 10 kilodan meva qilaveradi bemalol akalar. Ishonchli ko'chatlarga ishonchsiz ko'chatni ekib 3-4 yil meva solmayapti deb kutgandan mana shu ko'chatlarni ekib hozirda o'zida mevasi bilan olib ketishni tavsiya qilaman akalar men sizlarga. Eng ishonchli dehqonlarni o'zidan olganga yetmaydi nima bo'lsa ham. Qo'lma-qo'l borib sizlarga qimmat bo'lib ketmasligi uchun dehqonlarni o'zidan tavsiya qilib qolamiz. Mana issiq demay, hozir ham dastavkamiz tayyorlab yotibmiz. Hozir Samarqandga chiqarib yuborganmiz bitta 50 ta ko'chatni. Yana hozir 50 ta tayyorlayapmiz. Andijonga Paxtabotiga tashlab kelamiz. Mana shu ko'chatlardan xudo xolasa. Akalar, mana shuncha mehnatimizni qadrlab, like, podpiska bosib qo'yish esdan chiqmasin akalar. Hammaga rahmat.